Malibuga kelib, bitta Moskvich kelib urganki, Moskvichda egalari narmani shok holatdalar. Sababi endi panellar kirib ketgan, braket qo'yish kerak, duvga qo'yish kerak, bitta yangi bamfer qo'yish kerak, dababkasiga orqa qanotga miyatina tushgan, orqa bagajda ham polni kiras singan joylari bor. Malibuda egalari radnoy bagaj qo'yib berasan desalar, eng kamida taxminan $800 turadi radnoy bagajimiz. Endi taxmin qilib ko'ring, jabrlanuvchi Moskvich egalari shu holatga nechta rasodga tushdilar? Kommentariyada javob bersangiz, taxminingizni yozib o'tib keting. Odatda Instagramda video qo'yib, narxgacha qo'yadigan bo'lsak, kommentariyada aytishadiki, "Necha arzonroq qilib ber, qiynalgan yordam qildi" aytishadi. Xuddi o'shan singari, yana bitta akamizga yordam qilyapmiz. Qanaqa ma'noda? O'zini chiroyli qilib, radnoga chiroyli qilib beramiz. Bu kira singan joylarini hamkasblarga jo'natishadi. Eng asosiysi, mashinani egasiga ham alishib ketmaydi-ku, o'kov tomonga ham endi yordamimiz tegadigan umiddaman. Sizga natija qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, o'zingiz qanchalik darajada ishimiz sifatliga xolis baho berasiz. Mana o'sha aynan Malibu akala kosmetikadan oldin o'sha har doim video qilyapman. Orada shubha gumon bo'lib qolmasligi uchun. Eslaringda bo'lsa, bo'linmaning holatda patchoq bor edi. Nisbatan qiynalgan joyi mana shu eng tayda qismi edi. Sababi endi jichcha bagajimiz jichcha eshilib qolgan edi. Lekin o'sha har doimgidek mehnat qildik, sababini qildik. Maksimalni holatda chiroyli qilib bitkizib berishga harakat qildik. Endi zazorlari ham yomon emas. Mana shu o'ttadagi zazorni bu fer jichcha teparoqqa ko'tarib qatirib bersak, deyarli umuman hech narsa bo'lmaganda qilib qoladigan umiddaman. Agar sizga shu mehnatimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada shu ishimizga bo'lgan fikrni qoldirib qolaversa, aynan shu videoni endi ko'proq tanishingizga jo'natib, obuna bo'lib, repost bosib bersangiz, albatta xursand bo'lamiz.